Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, amansizlar va sizlar menen Qizilqiya TV kanali. Bugun No'xatdamiz akalar. 19-avgust. Nasib bo'lsa No'xatda Orol mol bozorindamiz. Yeni bola moldar, sondar, buyursa so'nin, buqalar barini tartib qo'ldan kelishimcha chiqarib beramiz. Jo'qsa bizatinni laykardan bosib qo'llab turasizlar. Ukam qanchada o'tasin? 210 ming so'mga berilib qo'yib tur, munojatxon to'rpog'i menen. 210 ming so'mga berilib qo'yibdi. Qiziqqanlar ko'ringizlar buni. 180 ming so'm. 100 qanchaga beryapsizsiz? 70 ga. 170 ga mana erkak to'rpog'i menen berilib qo'yadi, ko'ringizlar. Sutli mol ekan, to'rpoqda dadil, o'zi josh. Qanchanchi bir ikkinchi to'rpoq bo'lsa kerak, yo uchinchisi? Birinchisimi? Mashalloh, zo'r. Barakasini bersin aka. Qancha bo'ldi aka? Puli. 208 ming so'mga mana yana bola erkak to'rpog'i menen atak josh mol chim qora variantda ketdi. 208 mingga sotildi. Barakasini bersin. Yana bola qancha o'tasiz taqsir? 120 ming. Urg'achi to'rpog'i menen a? 140 ming so'm urg'achi to'rpog'i menen. Ko'ringizlar. 140 aytilish bahosi. Barakasini bersin. To'rpoq erkak urg'achi baba. Urg'achi to'rpog'i menen. Pulini qanchada o'tasiz? Puli qancha ekan? Atish moshni. Puli qancha? 160 kami bor ekan. Ammo kuchli mollar kelgan. Mol ko'p, o'ta ko'p mol. Mol qancha ekan aka? 150. Urg'achi to'rpog'i menenmi? Urg'achi to'rpog'i menen 150 ming so'm. Qaysi biri savdo bo'ldi o? Puli qancha o'zi? 95 ming so'm o'zi savdo bo'lyapti. Mana barakasini bersin. Chista realni savdo qizayotgan jeri 95. Qisirga akalar so'yishga 95 ming so'm mana. Realni qizayotgan jeridan. Yana bola qancha ekan aka? 155. Erkakmi? Erkak to'rpog'i menen 155 ming so'm. Sutli mol, yosh sho'ngroq mol, biroq zo'r. 155 ming so'mga. 155 ming kami bor. Kami bor-a? Kami dag'i bor ekan mana, mashalloh. Barakasini bersin. Bunasi qancha o? 140. To'rpoq urg'achi. 140 ming so'm. Jelindu mol ekan bu, biroq jerga yaqin. Mana qarangizlar, erkak to'rpoqlari menen mol so'raganlarga bugun ama ko'p chiqdi. Qiziqqanlar. Ova qancha bo'ldi yana bola? Assalomu alaykum. Qanchaga ketdi? 165. 165 ming so'mga baraka berilibdi. Mana shu molimiz ko'ringizlar. Sin sifatlari erkak to'rpog'i menen, biroq to'rpog'i kichkinakay, nuqra ekan bunda. Moshni. Ponnicha. Hozir mana erkak to'rpog'i menen savdo bo'lyapti, o'xshaydi. Qaysi savdo bo'lyapti o? 200 ming deyapman, kami bor. Qaysi biri? Mana onasi. Qora. Mana o qora 200 ming so'm ekan, sarisi urg'achi to'rpog'i menen 170 ming so'm ekan. 8 litr suti bor deydi bu sarini. Maşallah. Qorasi erkak to'rpog'i menen mana savdo qizyapti. Ova qancha ekan? 180 urg'achi to'rpog'i menen. Barakasini bersin. 180 ming so'm aytilish bahosi. Mana dag'i moldar. Targ'il desangiz targ'il, qora desangiz qorasidan. Ava mana qancha ekan puli? Qancha bo'lyapti? Qancha kam bor? 200 kam bor deb. Qancha kam bo'ldi o'tasiz? Assalomu alaykum. 190 ming so'm. Qizilkiyatimi? Charchavasdan. 190 ming so'm. Kami bor ekan. Ammo to'rpoqda dadil mol josh. Mana targ'il mollardan. Qanday ekan? Yaxshiga? Sizlarning yaxshimi? Zo'r. Aka, mana targ'il qancha? Puli 185. To'rpoq erkak. Narxinizchi? 150. To'rpoq urg'achimi? 185, 150. Ona olani bir bilaylikchi. Olamol qancha ekan olamol taqsir? 300. To'rpoq erkak. Josh qanday? Ikkinchi bola. Ikkinchi qaringa. Nomerni bering, qiziqqanlarga sotamiz.
558 bilen. 0558 84 86 85. Qiziqqanlar chalaverasizlar. Mol josh, sin sifati zo'r, torpog'i erkak. Barakasini bersin. Buna mol qancha olib ketdi aka? Puli 190 ming so'm. 190 ming so'm deyiladi buna molimiz. Qancha olib ketdi aka? Pulichi 190 ming so'm. Aytilish bahosi. Torpoq urg'achimi? Torpoq urg'achi. Nomerni bering qiziqqanlarga. 77 mi? 0777 82 08 82. 82 08 82. Qiziqqanlar bo'lsa, josh mol. Shved. Shvedlardan mana. Maşallah. Обязательно aka. Barakasini bersin. Mana shu akamdan oq quloq, oq tumshuq variantda izlaganlarga jelinlari da yaxshi, jelinlar. Bo'ldi, barakasini bersin aka. Qancha suratad? Sir bo'lsa. 70 suratad. Bervedingiz. Barakasini bersin aka. Bu Allah qancha ekan? Allah aka, assalomu alaykum. 350 ming so'm. 350 ming so'm kami bor ekan qiziqqanda. Barakasini bersin. Bu pullari qanchadan ekan? Nova bularda. Assalomu alaykum. 130 dan ekan. 130 dan erkak torpog'i menen qancha? 130 mi? 130 ming so'mdan kami bor variantida qiziqqanlar ko'ringizlarchi. Ekon teng erkak torpoqlari bor. Maşallah. Yoshlari qanday bularda va? Ekon teng 3 yoshardan ekan enelari. Ikkinchi qorinlari buni. 130 ming so'mdan barakasini bersin. Hozirda buni soda bo'lib o'tadi qiziqqanlar. Qaysi biri qancha bo'ladi? Buna oq. Qancha? 17 ming so'm. 117 ga mana urg'achi torpog'i menen. Mana shu soda bo'lib o'tadi. Ko'ringizlar. 117 ming so'm. Barakasini bersin. Mana shu urg'achi torpog'i menen soda bo'ladi. Qiziqqanlar. Mana yoqdagi o'ta kuchli mollardan bor qiziqqanlar. Bichakadan tortib ko'rgazib beramiz nasib bo'lsa. Mana bo'zdor. Qaysi biri soda bo'ldi aka? Buni ham oldi o'zi. Maşallah, mana o'zi soda bo'ldi. Qancha bo'ldi aka? 78 ming so'mga mana olib berib o'tadi. Mana soda. 80 ming so'm deyapsiz-ku? Bo'ldi shu 80 ming ekan. Barakasini bersin. Mana yoqdagi sodalar qiziyotgan yerlar. Buna oqqa 87 ming so'm soda bo'ladi. Oq bugun modada, trendda. Qancha bo'ldi? Qancha olasiz? 110 ming so'm. O'zi, ha? O'zi 110 ming so'm ekan. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Qancha olindi o'tadi aka? 87 ga olindi. Oq moldi. Aka, xunozinlar qanchadan? 80 ming so'mdan. 86,5 ming so'mga mana oq molimiz. Mana shu oq mol. Bering aka. Bering barakasini bersin. 86,5 ming so'm. Realni qiziyotgan jeri. Bor aka ketdi. Nojin bozorda qarangizlar, maşallah, nojinlar o'ta kuchli. Pullari qanchadan ukam? 100 ming so'mdan, etteri zo'r to'yga so'yishqadagi bor. 100 ming kami bor-a? Maşallah, молодец. Qanchadan ekan aka nojinlar? Assalomu alaykum. 95 kami var. 95 ming so'mdan kami bor variantlarida mana. Bu narxlar qanchadan aka? 110 ming so'mdan. Semiz, so'yishpap xunajindar mana. Qancha bo'ldi? Pullarni ayting, qanchadan deb o'tasiz? Qaysi? Mana shular.
Ekonu 160'ga berilmey koyuptur. Bunu anqaramızda. Barakasını versin aka. Bunu Acın bozardağı ötte köp teleresler. Hile koyup kaptır akalar. Noqatda buyursa zor sodalar boltat.